qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni vijdonimni qiynamaydi. Sochni o'zini strukturasi, kачествоsi ozgina meni qiynab qo'ydi. Men o'tganim tug'ilib tushib, sochimni avtomatik yulinib ketdi taraganimda. Kapsula ham odamga diskomfort uyg'otish kerak emas deb o'ylayman. Undan oldingi soch ulaganingiz bilan buni avtomatik уже solishtirib qo'yasiz, o'zingiz bilmagan holda. O'shanga sizni sochingiz kачестволari bari yoqdi menga. O'shanga keldim yana. Vodizimga sovurmang. Keldilar. Mana shunaqa. Qizlar, tanlovda adashmaymiz. Keyin mana shunaqa uyalib qolishinglar mumkin. Bizlar hozir bularga sifatli sochlarga yechib tashlaymiz. O'zlari xohlagandagi холодный rangdan ulab beramiz. Mana korичневый sochga prozrachniy kapsulada soch taqishgan. Bu правильно. Korичневый sochga korичневый kapsula taqamiz, qora sochga qora taqamiz. Чисто blondlarga mana shunaqa prozrachniy taqamiz. 40 yoshli sevara. 20 yoshli sevara. Hech kim ochlar yarashmaydi. Slivatsiya qilib ketadi. Slivatsiya odamlarga hozir свежий и yosh bo'ldi. Bu tursam maylimi? Boru tug'ilgan sochim. Aytadi-yu, tabiiy rangga qaytarib bo'lmaydi. Siz qaytarib berdingiz. Mana buni qaranglar. Men o'zimcha qanaqadir yosh qizlarga his qilaman. Yumniy payt bo'ladi-yu. Mana ko'ringlar. Sochlar dahshat. Bilasizmi, ham yengil, ham o'shaganda bilinadi. Endi hozir kamera ne perida yo'q. Og'riq bormi deydi-yu? Bormi og'riq? Yo'q, og'riq yo'q. Bu alohida tema eshitdinglar qizlar. Men juda ham ko'p kapsula qildirganman. Baribir diskomfort bo'lardi menga. Uxlayotganimda ayniqsa botib. Но sizni shu koronniy narsalardan bittasi, что texnikangiz juda ham zo'r. Жертвовать не надо своим комфортом, juda ham mazza bor yo'liga bilinmaydi, juda akkuratni aytadi. Xullas, sizni qancha maqtasam kam, sizni quchoqlab qo'ying. Rahmat kattakon. Вообще bo'lmayman. Birinchi marta men qayta keldilar. Bir aylanib keldilar deydi. Ha, endi aylanib keldim, lekin qaytib keldim, u ot aylanib qozig'ini topadi deydi. Shunaqa. Qizlar, unutmaymiz, to'g'ri taqilgan va to'g'ri yechilgan kapsulalar umuman soch to'kmaydi, hech qanaqa og'riq bermaydi. Yarashganmi yo'q, yozib qo'ying.